Mototsikl haydovchisi qora mashina haydovchisiga orqa baloningga bir narsa qildi, orqa baloningga qaragin deydi. Shunda mashina haydovchisi uning gapiga ishonib, mashinadan tushib, mashinani orqa baloniga qarashni boshlaydi. Shu payt mototsikl haydovchisining sherigi mashinani aylanib o'tib, mashinadan o'ziga kerakli bo'lgan narsani oladi va ular voqea joyidan g'oyib bo'lishadi. Sodda haydovchi esa baloniga qarab hech narsani topolmasdan, hech narsani tushunmasdan mashinasiga o'tirib, mashinani haydab ketadi. Mototsikl haydovchisi va uning sherigi oddiy o'g'rilar edi. Ular qora mashina haydovchisining soddaligidan foydalanishdi. Mashina haydovchisi esa oltinga teng qoidaga rioya qilmadi. U qoidaga ko'ra, agarda siz mashinadan hattoki bir qadamga tushadigan bo'lsangiz ham, doimo kalitni o'zingizdan olib, mashinani qulflashingiz kerak. Ana shu qoidaga rioya qilmaganligi uchun u qimmatbaho narsasidan ayrildi. Eng achinarlisi, haydovchi nima bo'lganini hattoki payqagani ham yo'q. U o'z joyiga yetib borganidan keyingina narsasi yo'qolganligini sezadi.